Lekin qo'llash xalqaro tartib, xalqaro nizomnoma, xalqaro qonunlar bo'yicha. Shundaqla hozir cho'ng davlatlarning sizning kutgan umidini aqlash bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, biz buni albatta qo'llaymiz, hurmatli Rais Jinping apandi. Hozir ish mana shu yerga keldi, asosiy qonun harakati. Men vatandoshlarimiz leksiya so'zlaganda 2013-yil 2-oyda Rais Jinping hokimiyat beshiq o'ltirdi deb kelayotgan shunda bir paytda o'ltadimi, 3-oyda o'ltirib bo'ldi. Qurultay ochilib bo'ldi, partiya qurultay. Dayda Jungoda asosiy qonun harakati boshlamoqchi bo'lgan edi. Janubda nashr qilingan shu vaqtda nima gezitdi? Janubdan sahrosi Shangangdan nashr qilindi. Jungoning Guangzhou atrofida chiqadigan yana bir gezit bor-ku. Shu gezitning tahriri va muxbirlaridan tortib hammasini ko'cha qo'g'lab chiqarib etdim. Chunki asosiy qonunni eg'izga olganlik uchun. Hatta şu vaqtda solchilar nima yozdi? Bizga asosiy qonun kerak emas. Biz asosiy qonun deganlarni eg'iz qilmaymiz. Hammasi burjuaziyaning meli dedi. Marhamat apandilar, bugun 5 yil 4 yil o'tgandan keyin endi asosiy qonunni o'zgartishni tilga olibsizlar. Asosiy qonun o'zgartish harakatini boshlabsizlar. Bundan 120 yildan keyingi yilda yana shunday o'zgarishni boshlabsizlar. Biz buning g'albiga yetaklaşınlarga yesdaşlık qilamiz. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining e'lon qilgan bayonoti emasdan davlat mahkamasining bayonoti va Oqsaroyning bayonoti intayin hikmatlik bayonot. Men Jungoda bo'lgan o'zgarishlarni yuqorida so'zlab keldim. Mush 68-yillar yanında bo'lgan o'zgarishlar, zo'r darajadagi o'zgarishlarni bir-birlab so'zlab kelib keldim. Oxirida men yana shuni deykenki, mubolag'a emas, balki o'zimning hissiyoti bilan shu narsani aytay, hurmatli vatandoshim. 1987-yili 6-oyning 12-kungi kuni shu vaqt Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Reagan Staliyaga ziyorat ketib o'tib, tuyuqsiz qayrilib Germaniyaga kelib, Germaniyaning birodin bor ko'chisida Mr. Gorbachev tear down this wall. Inglizini bilmasam, mushuni bo'lsin o'rganib olgan odamman. Mr. Gorbachev bu tamni Berlin temini o'rib etayli. Agar shuningga selishtiradigan bo'lsam, ikkinchisi Amerika tarixidagi yana bir buyuk prezident, sobiq prezident George W. Bush 2005-yili 5-oyning 6-kuni Latviyaning poytaxti Riga shahrida Yalta yig'ini intayin zo'r tarixiy xatolik edi. Ikki prezidentning so'zi o'xshash kelyapti. Endikilayli navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining Cumhuriyetçiler Partisi'nin saylangan prezidenti Trump 2-oyning 24-kuni Amerikaliklar yoki biz qilishga tegishli yoki zarur bo'lgan ishimizni qilamiz. Amerika iqtisodga taslim bo'lmaydi bundan keyin. Biz Rais Jinping sizga cheksiz hurmat qilamiz. Qilishga tegishli ishimizni qilamiz. Amerika tarixida 3 buyuk prezident, hammasi buyuk prezidentqa, lekin nuqtaliq masalalarni hisob qilyapmiz hozir. 3 buyuk prezidentning 3 qatim so'zlagan nuqtaliq bayonoti yoki nutqi oxirgi hisobda, masalan, prezident Reaganning nutqi Yevropa, Rossiya, sobiq Sovetlarni ijtimoiy va siyosiy o'zgarishning buyuk pallasi ko'tarib chiqdi. Prezident Bushning yoki sobiq prezident Bushning Yalta konferensi intayin zo'r tarix xatolik edi degan so'zi taqa dunyoda bir to'lqin qo'zg'ash xarakteri ko'tarilmasimi, lekin bir davrdan tarixning muhim jarayonidan judo bo'lishdan iborat bir o'lgini yaratdi. Bugun endi prezident Trump 2-oyning 24-kuni Amerika qilishga tegishli ishini qilish kerak deb. 2-oyning 24-kuni Jungoda ommaviy yig'in etishni, 3-ommaviy yig'in etishni qaror qilayotgan vaqt. 2-oyning 24-kuni Jungoda suhbat vakili yoki boshqa sabab bilan Liu He apandi Washingtonga avatishga tayyorlik qilayotgan vaqt. 2-oyning 24-kundan keyin 2-oyning 25-kuni Jungoning Xinhua agentligi
Cungo'da asası kanun özgertiş, asası kanun islahatı elip barımız dedi. Bu işlerin hemmisi bir gireliş kilowatt hem de kandak hürmetlik vatandaşım. İşler şundak buldu. En andaki Aksaray'ın ilan kılan bayanata karına bu iş Cungo'nun içki iş. Acayip durdu ki de Amerika Koşmuş Statları bayanat ilan kılıp bu iş şu devletin içki işi dese bu acayip durdu ki ne ağınlar acayip durdu ki. Hazır Aksaray bu Cungo'nun özünün içki işiydi. Bu yerden nasıl çonkor hikmet var deyiş ki haklı söz vatandaşı. Anda devlet mahkemesinin bayanatı ne mi dedi? Bir adamın kim bu işten katlı nazar acayip rol oynayacağın bir fonksiye boliş gerek. Yani ne mi dedi? Meyli rehberlerini kandak saylaş olsun, meyli hukukla merkezleştiriş olsun, katli nazar iş aksılı bulur. Yani demek ki Reis Xi Jinping hukukla merkezleştirip mustabi tizimli küçeytidiğen bolsa, yoki hukukla mükemmelleştirdiğen bolsa, onun iki sebebi var. Biri diktatora. İkincisi diktatör şekilleri teşhisine kolluk keltiriş, eminlikten kolluk keltiriş ve eminlik bilen teşhislik içinde siyasi islahatın yolu koyuş. Demek hem siyasi islahatın yolu koyuş, hem cemiyetin mukamlıkta çakırık kılış. Bunun için kuşunu hukukla merkezleştiriş. Hukukla merkezleştirişinin iki tarafı biri diktatora, biri siyasi maksatının islahatını işe aşırış. Ben dedim hazır asasa kanunun özgertisi olsun. Yukarıdaki lise dedik o, Cungo'da hazır siyasi islahat devri başlandı. Hazırlıkça kaçan siyasi islahat degen gep eğizi çıkıp bakkan 13. kurultaydan başka Cavziyan devirdi. İcra kılınmadı o. Şunundaki temme vaka süzmedi o. İcra kılınmadı. Hazır ikinci kısım siyasi islahat degen gep eğizi çıktı. Yani bunun nispeten nurgun kişiler, nurgun inkas, nurgun karşılıkla buluş mümkün. Lakin hazır Cungo'da bunu armiya taraf kolladı. Torbot abonetleri, mesela sizlik bizdeki adamlar, kollamayman degil bulamdı. Kollamayman desiniz kosakından nereden geldi? Yok. Kollayız, bir çağrı yok. Cungo cemiyeti her bir adam kollaydı bunu. Kollamayman diyeleydiğen bir adam bulmaydı Cungo'da. Halk vekiller kurultayı, siyasi kengaş bu katım jığınız için, ola hem kollaydı. Demek Cungo hükümeti, yani Cunhua Halk Cumhuriyeti hazır tarihi özgürlükün intayın keskin bir basıkçıya yetip geldi. Tarihi özgürlük degendi siyaset sahasındaki özgürlükten intayın zor tarihi basıkçıya yetip geldi. Mesela alayla siz hakkında biz oturuğa çıktık. 11. ayının 23. günü Dalai Lama'nın vekilleri kun verip Cungo'nun rehberleriyle görüştük. Dalai Lama'yı hasa kayıtmakçıydı. Arlık liseyerimizde sual koyduk. Dalai Lama nemek asasan kayıtıdı lihasa? Bir kanunu asas, bir kanunu desmaya, bir kanunu kütek buluş gerek de hürmetli vatandaşlar. Başında sebeplerle kayıtıdı deydiğen bir nesil. Deki hazır katmalı Cungo cemiyeti bu nesil yok mu? Şuna asas kanunu özgertkende Dalai Lama Tibet kayıtıdığan bolsa, kandak şartlar ve kandak kanun asaslar bilen kayıtıdı. Demek bu doğruldu mu? Hazır Cungo'nun siyasi islahatı da, yani Reis Xi Jinping oturup koyuvatkan siyasi islahat da bu noktadan bir gap buluş gerek. Şuna şu asas boyunca Dalai Lama bir yol hitini götürüp lihasa kayıtış gerekti. Bugünkü şeylerimiz şu, göz kararlarımız şu hürmetli vatandaşlara. Selamet olanlar. Allah sizlerle yer olsun.